O'zingizdagi defekt deb atavatgan joylaringizni effektga aylantirish kerak. Ko'pincha biz o'zimiz haqimizda shunaqa o'ylaymiz. Men juda ham ko'p arazlab qolaman, tez xafa bo'laman, gapira olmayman yoki-da o'zimni qo'rqoq deb his qilaman. Men juda ko'p o'ylayman, men tez xafa bo'laman va biz buni defekt deb qabul qilamiz. Lekin chuqur haqiqatlar shundaki, ko'pincha mana shu hislar ortida katta kuchlar yashiringan bo'ladi. Arazlab qolish bu ichkaridagi nozik qalb egalari. Qo'rquv bu ehtiyotkorlik va intuitsiya belgisi. Ko'p o'ylayverish bu chuqur tahlil. Tez xafa bo'lish esa bu tirik va sezgir yurakdir. Agar inson buni anglasa tezroq, u o'zini ayblamaydi. Aksincha, defekt deb o'ylagan holatini effektga aylantiradi. Chunki ba'zan sizning eng katta kuchingiz siz yashirmoqchi bo'lgan xususiyatingizdir.